Elektromobillar akkumulyatorning ichi qanaqa bo'ladi deyshadi. Elektromobil Kia Bongo'da akkumulyatori bu. Bitta kletkasida 20 ta licheyka bor, bittasida taxminiy 50 voltdan tok bor. Bu degani 10 ta kletkasi bor, 500 volt atrofida tok bor. Har bitta qizil mashina ichida 500 voltdan tok bor. Qizil sariq sistemada ketgan. Bu akkumulyatorimiz muammosi, akkumulyatorimiz pastidan kaltagan. Suvda sovutish sistemasining axlajlaniyani trubkasi yorilib qolib, ichiga antifriz qo'ygan. Akkumulyatorimizni licheykalarini olib turib, endi ko'psini to'g'irlaymiz, xudo xolasa, chiroyli qilib to'g'irlab, zavasiga qilib birga bir qilib beramiz.